Zahiriddin Muhammad Bobur o'rta asr sharq madaniyati, adabiyoti va she'riyatida o'ziga xos o'rin egallagan adib, shoir, olim bo'lish bilan birga yirik davlat arbobi va sarkarda hamdir. Zahiriddin Muhammad Bobur 1483-yilning 14-fevralida Hindistonda Farg'ona ulusining hokimi Umar Shayx Mirzo oilasida dunyoga keldi. Adabiyot, nafis san'at, tabiat go'zalligiga yoshligidan mehr qo'ygan Zahiriddin barcha Temuriy shahzodalar kabi bu ilmlarning asosini otasi saroyida yetuk ustozlar rahbarligida egalladi. Biroq uning betashvish yoshligi uzoqqa cho'zilmadi. 1494-yili otadan yetim qoldi. 12 yoshida otasi o'rniga Farg'ona ulusining hokimi etib tayinlangan Bobur qalamni qilichga aylantirib, Andijon taxti uchun ukasi Jahongir Mirzo, amakisi Sulton Ahmad Mirzo, tog'asi Sulton Mahmudxon va boshqa raqiblarga qarshi kurashishga majbur bo'ldi. 1519-1525-yillar davomida Hindistonni qo'lga kiritish uchun bir necha bor janglar olib bordi. Boburiylar sulolasi Hindistonda 300 yildan ortiq hukmronlik qildi. Bobur Hindistonda katta hajmdagi davlat ishlari bilan bir qatorda o'zining adabiy, badiiy faoliyatini ham davom ettirdi. Boburning butun jahon ommasiga mashhur bo'lgan shoh asari Boburnomadir. Ma'lumki, unda Bobur yashagan davr oralig'ida Mavaraun Nahr, Xuroson, Eron va Hindiston xalqlari tarixi yoritilgan. Bobur o'zbek adabiyotida o'zining nozik lirik asarlari bilan ham mashhurdir. Murakkabliklar inikosini Boburnomada ko'rgan bo'lsak, shoir ruhiyatida qanday aks etgani esa uning she'rlarida namoyon bo'ladi. Mavaraun Nahrni birlashtirishga urinishlari natija bermagach, Bobur ruhan qiynalgan, amaldorlarning xiyonatlari ta'sirida umidsizlikka tushgan kezlardagi kayfiyati she'rlarida aks etgan. Keyinchalik o'z yurtini tark etib, Afg'oniston va Hindistonga yuz tutganda, Bobur she'riyatida vatan tuyg'usi, vatan sog'inchi, unga qaytish umidi mavj ura boshladi. Tole yo'qki jonimga balolig' bo'ldi. Har nenikim ayladim xatolig' bo'ldi. O'z yerin qo'yib hind sori yuzlandim. Yo Rab netayin ne yuz qarolig' bo'ldi. Bobur 1530-yil dekabr oyida 47 yoshida Agra shahrida vafot etdi va keyinroq uning vasiyatiga ko'ra farzandlari uning xokini Qobulga olib kelib dafn etdilar. Har kimki vafo qilsa, vafo topqusidir. Har kimki jafo qilsa, jafo topqusidir. Yaxshi kishi ko'rmagay yomonlik hargiz. Har kimki yomon bo'lsa, jazo topqusidir.